Nəhayət təbii həm qüvvətli çıxdığan qovurğu çöpni ailede man müşsul boyunca qılsınız nəhayət oxşaydı. Ailede təbii tamaq qilishni yutib qo'ysangiz degan do'stlar yaxshi paytlanib qolinglar. Amiz qo'llash yusidan yurakdan birini besaytinglar yugurish boshlashga ketdik. Avval maysizroq qovurğu go'shtni 1 kilo tayyor qilib, cho'ng kishiligini man mushalat qilib to'g'rab olib, qizil sabza ham yangyonimi man shunda 3 choy salasi to'g'rab olsak bo'ldi. Ko'ksaylardan ko'k qizil laza, piyoz va zanjibilni ham 3 choy salasi to'g'rab olamiz. Endi qo'rishga o'tib ketamiz. Qozonga Elnorining turli ximiyalik bulg'animidan xoli yishli o'lcham ishlangan tunji siqim 1-darajalik zarang'izmayni ko'proq qo'yib olib, keyindilla bir qo'shiq oqshika to'kib, to'xtamay qo'yib buni ko'pikchilarini chiqarib olib, ariqdilla go'shtni silib, tez sur'atda bir necha aralashtirib qo'yib, man mushalat qizartib olgandan keyin zanjibil, piyoz va untal atrofida kavachini silib, yana davomli qo'rib, mizlik furqini chiqarib olamiz. Ko'rib misha kelsa, tuqqanlar qo'llash yusidan yurakdan birini besib, piyonlarni gullarni yo'llab qo'ysanglar rahmat. Orqadan muvofiq miqdorda oila chanavaga lajang silib, davomli qo'rib, buni to'liq eritib olgandan keyin ustiga muvofiq miqdorda suv quyamiz. Keyindilla savzini silib, tovoqni yopib 20 minut atrofida qaynatib go'shtdan savzini pishirib olamiz. Ochiq chuchuk chiqarish uchun sug'jilib olgan shallaza va yangyonlarni silib, bir qo'shq sira, yarim qo'shq aqmoch va tetig'idek tuz silib, bir aralashtirayotgandan keyin tovoqni yopib 15 minut atrofida qaynatib yangyonni pishirib olamiz. Vaqt to'shqandan keyin ko'k qizil laza, so'ng piyoz, samsaqni silib, yana bir necha aralashtirib yetib, tovoqni yopib bir qaynatayotgandan keyin palak yoki yubayslarni silib, yana bir aralashtirib taqsiga ilib iste'mol qilishni boshlasak bo'ldi. Ammo oxirida qo'llash nihoyat oddiy, faqat yurakdan birini besib, piyonlarni gullarni kodlab yo'llab qo'ysanglar, bundan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar sani ko'rishar, xayr xo'sh.